Dostlar mine 25 milyon so'mga alınmış şu malı. Necha kilo keldi aka bu? 430 kilo keldi. Men ko'rsataman. 430 kilo kelibdi mana. 25 milyon so'mga olib 430 kilo. Hisob kitob etib ko'raverasizlar, nechadan tushdi? 536 kilo. 536 kilo. Necha so'm bo'ldi bu aka? Yeni savdası bo'lib turibdi ekan, yeni bo'lmoq. Ha, yili endi savdosi bo'lib turibdi ekan. 536 kilo keldi malim. Savdosini bersin. 32 milyonga so'raldi. 2026-yil 5-fevral do'stlar, Mangut mol bozoriga kelganmiz. Bag'ladon, yosh onachilarning narx-navolarini sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalga yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Videolarimiz sizlar uchun foydali, manfaatli bo'lsa, videoga bir dana like bosib o'tamiz do'stlar. Kanalda qo'llab-quvvatlab tursanizlar, sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Mana yomg'ir yog'yapti do'stlar. Sizlarga shundan ham qo'ldan kelgancha ma'lumotlar olib beramiz mollar to'g'risida. Esa videolarimizni boshladik. Videodan uzoqlashmay kuzatishda davom etamiz do'stlar. Ag'a, necha so'm aytdingiz? Necha so'm ekan? 17 milyon so'm aytibdi. Qisir ekan mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, davraklab aylanib berib ko'rsata olmam mollarning sababi bozorda yomon ahvolda bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bozor necha qo'ydi? 18,5 so'rab turibdi. 18,5 millionga so'rab. Telefon nomerini aytaymi? Telefon nomerini aytdim. 87lik 87lik 502 502 82 30. Shavatdan. Shavatdan ekan malane. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar do'stlar. Yaxshi savdoningizni bersin. Ag'a, necha so'm bo'lgichangiz? 30 so'm yuqori. Yine bala deydi, 30 so'm do'stlar. Necha so'rab turibdi ag'a? 24, 23,5 so'rab turibdi ekan do'stlar. 25 bo'lsa sotjaqsizmi aka? 25 bo'lsa sotjaqsizmi? Qaytaman. 25dan sal qaytaman ham degan ekan. Xo'p. Mana do'stlar, yaxshi savdoningizni bersin ag'a. Mana bu yerda bir açarımız bor ekan. Ag'a, necha so'm aytdingiz buni? Necha so'm aytdingiz? 14 milyon so'm aytib turibdi ekan bunaga. Bozor necha qo'ydi buni qarang. 11. Bozor 11 milyon so'm so'rabdi do'stlar. Yine qaçarımız bor ekan. Ag'a, necha so'm aytdingiz? Necha so'm aytdingiz? 10 so'm aytaman. 10 milyon so'm aytib turibdi ekan bunaga. Bu boğaz qisir. O tumadan chiqgandan go'shaq qo'yadi. O'jak ekan do'stlar anaga. Endi qochmagan ham degan do'stlar. Bozor necha qo'ydi buni? 8 ga. 8 milyon so'm qo'ydi do'stlar. Arg'ini necha so'm aytdi? Arg'ini 13 ga aytdi. Bu yerga 13 milyon so'm aytib turibdi ekan do'stlar. Bu parroq ekan, etidan bor ekan buning buni. Ko'rishlaringiz mumkin. Bozor 12 ga so'rab turibdi ekan buni. Yaxshi, savdoningizni bersin ag'a. Hop, bu yerda mana bir chiroyli qocharimiz bor ekan mana. Ag'a, necha so'm aytdingiz buni aytganingiz? 9 so'm aytaman. 9 milyon so'm aytib turibdi ekan mana do'stlar. 83 ga so'rab turibdi. 8 milyon 300 ga so'ralibdi mana. Necha bo'lsa sotamiz buni? 8,5 mi deydi? 83 bo'lsa beraman. 83 bo'lsa beraman deydi. 83 ga so'raldi deydi, 83 bo'lsa beraman deydi. Endi uni egasining o'zi biladi. Bu kimdan ekan bu iplarni o'zine tashab qo'yibsizlar, erkana tashab? Kimniki bu? 8,5 Siznikimi? Mal iziski yer bilaveradi o'xshaydi, ha? Necha so'm aytdingiz buni? Limuzin gibrid, nima aka? Almanya baqa. Necha so'm so'rab turibdi aka? 8,5 so'radi. 9 million berdi vatman. 8,5 milyon so'm so'rab turibdi. 9 milyon so'm ber deb turibdi egasi bilan aka do'stlar. Yaxshi, savdoningizni bersin. Ag'a, necha so'm aytdingiz? 10 million 300 berdim buna. 10 milyon 300 ming so'm berdi buni.
O'zi necha so'm aytibsiz? Necha so'm? 13 million so'm aytilibdi. 11 10 milyon 300 verdim. 10 million 300 ming O so'm yağmur berdi. tuttu. O yarımda soragan ekan. İkiz kaç tuttu. Ha. Ana Tamam do'stlar. mekkab adam ekan da. Xalqimiz shu yağmurga qaramay menga bozorga kelib Yegiz tuvadı turibdi. dedi. Yegiz neda tuvadı ahır bu. Yegiz tuvadı dedi. Endi Bunu. uni bir Xudo biladi aka, egiz tuvama, birov tuvama. Uni bir Xudo biladi, ava. Endi malning jussasini qarab aytmang, egiz tuvadi deb. Qo'ylar tuvadi 4 5 Yerin mi? 10 milyon 300 verdim. To'g'rimi aka? Qo'ylar tuvadi 4 5 kichigina. Xudoyim beraman desa hech narsa emas u egiz degan. Yaxshi, savdoningizni 10 bering. milyon 400 verdim ka. 100 qo'shdi meni. Bering aka ana. 10 milyon 400 Bering. dedi. Bering aka. Necha 11 mi deydi, 10,5 mi? 11 ha? 11 aka ana. 11 ga qiyin. Ana akasiga yaqinlashtirib berdim mana. 11 ga beraman dedi. Qana uchastka birat, necha so'm aytdingiz buni? Necha so'm aytdingiz? 14 so'm aytdi. 14 million so'm aytib turibdi men aka. Bazan ne qo'ydi buni? Hozir har kim xili. Belantini aytavering. Mana 12 dan oldi. Balanti 12 million so'mni o'tib do'stlar menga. Buvozma qisirman. Qisir. Qisir ekan. Buga yema dedi. Buga kelmayapti dedi do'stlar. Ko'rishlaringizmi? Yaxshi, savdoningizni bersin. Ag'ancha so'm bu? 11 million so'm aytib turibdi do'stlar menga. Jonivar bag'latib o'z ekan lekin. Bazan ne qo'ydi buni? Bazar 9,5 million so'm qo'ydi do'stlar menga. Yaxshi savdoningizni bersin. Qancha so'm ekan bular? 11 dan mi qo'yam? Bu 9 million so'm ekan, sari do'stlar. Bu 11 million so'm ekan mana. Ko'rishlaringizmi? Bazancha qo'ydi qani. İlk önüme. Ya bunu makuru. Bunu da 9 milyon so'm qo'yibdi. Buni ne? Buni 7,5 milyon so'm so'rabdi do'stlar. Ko'rishlaringizmi? Yaxshi savdoningizni bersin. Yağmur mallarni to'ndirdi ekan. Necha so'm aytdingiz buni? 12 milyon aytdi. 12 milyon so'm aytib turibdi do'stlar menga. Mallarning ko'pi shamollamasa o'ldindi bu yağmurda, shamolda. Bazancha qo'ydi aka. Necha 700? Bazar 10 million 700 ming so'mga so'rabdi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi, savdoningizni bersin. Qancha so'm aytdingiz buni? 15 milyon so'm. Boz qisir bu. O'zak ekan ana. Bazan ne qo'ydi? 11,5 million so'm. Semental bilan gibrid deydi buni. Shundaymi? Xo'p, ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Asta janovar. Qancha so'm ekan bu? Bahasini aytavering, sizlar tushunmaysizlar u. Necha so'm ekan? 10 million so'm ekan do'stlar. Bazancha qo'ydi qana. Bazar 9 million so'm qo'ydi. Yaxshi, savdoningizni bersin. Qancha so'm aytdingiz? 10 million so'm aytib turibdi. Bazancha qo'yapti qana. Necha? Bazar 9 million so'm so'rabdi do'stlar. Yaxshi, savdosini bersin. O'gitchang zo'ri bor ekan mana do'stlar. 12,5 so'rabdi. 15 milyon so'm aytib turibdi mana o'gitcha do'stlar. 12,5 million so'm bozor so'rabdi mana. Maldim aniq narsa menga. Haqiqiy zotning quyrug'i keldi o'ladi shunday mana do'stlar. Gap yo'q zotdan menga do'stlar. Yaxshi, savdosini bersin. Necha so'm aytdingiz aka? 16 million so'm aytib turibdi do'stlar. Bazar ne qo'ydi? Bazar 12,5 million so'm qo'ydi do'stlar. Aka buni necha aytdingiz? Ha? 16 million so'm ekan bular. Buni necha qo'ydi qani? 13,700 ga. Bu farqini da iku ya bu balandroq ekan ha? Bu balandroq ekan. 13 million 700 ming so'mga so'ralibdi. Yaxshi savdoningizni bersin aka.
Ağancha so'm aytdingiz bu kichkintaydi? 13. 13 million so'm aytilibdi dostlar. Bazar ne qo'ydi qana? Bazar 10,5 million so'm qo'ydi. Savdosini bersin. Akancha so'm aytibsiz? 15 million so'm aytilibdi ekan do'stlar menga. Necha so'radingiz aka? So'rabsizmi? 12 million so'm so'raldim ha. Bazar 12 chiqdimi bunaqa? 14,5 so'ralib turibdi ekan bazar do'stlar menga. Yaxshi savdoningizni bersin aka. Do'stlar mana o'g'itchang zo'ri bor ekan, mana Bag'lat o'yinidan kelib turibdi ekan bu Yemlit o'yini. 16 million deysizmi aka? 19 so'm aytibman. Ha, 19 million so'm aytilib turibdi ekan, 16 ga bozor so'rabdi do'stlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Jonivar yaxshi o'z ekan lekin. Yaxshi ag'a savdoningizni bersin. 17 aytaman. Assalomu alaykum. Araba yo'lda qoldi. 17 million so'm aytilib turibdi ekan mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Zat qadam ketaveradi ekan bu bunaqa. Qozoncha qo'yapti aka. 15,5 so'rab turibdi. Bozor 15,5 million so'm so'rab turibdi. Yaxshi savdoningizni bersin aka. Amonsiz yursinlar, yaxshimisiz? Necha so'm aytibsiz ag'a? 18 million so'm aytilib turibdi ekan mana do'stlar. Necha so'rabsiz aka? 14,5 so'rabdi. 14,5 million so'm so'ralib turibdi ekan do'stlar. Yili bormi ko'nisi? Bor ekan. Yaxshi savdoningizni bersin. Necha so'm aytibsiz ag'a? Assalomu alaykum. 20 million so'm aytilib turibdi ekan do'stlar menga o'g'itcha. Yemlit o'yinidan kelib turibdi ekan bu do'stlar menga. Gunjari yeb turgan mal ekan mana. O'zi tumshuqlardan ko'rsangizlar ham bo'ladi. Tap kallasini cho'mirib yeydi o'xshaydi bu do'stlar menga. Ha. Qozoncha qo'yapti aka. 17,800. Bozor 17 million 800 qo'yibdi do'stlar. Yaxshi savdoningizni bersin aka. Necha so'm aytyapsiz usta? Necha so'm aytyapsiz? 20 million so'm aytilib turibdi ekan do'stlar. Xorazm Chorva House. Xorazm Chorva House. Xorazm Chorva House. Ha. Necha qo'ydi bozor aka? Eldi. 18. Bozor eldi 18 qo'yibdi ana do'stlar. Yaxshi savdoningizni bersin. Qancha so'm aytibsiz? 23 million so'm aytilib turibdi ekan. Bozor ne qo'ydi buni? Bozor 19 million so'm qo'yibdi do'stlar menga. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi, savdoningizni bersin. Necha bo'yatir bu aka? Assalomu alaykum. 15 million. 15 millionga so'radirman. 15 millionga so'ralib turibdi ekan mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mal zo'r o'z ekan lekin. Bo'ylari 120 do'stlar mana. Yaxshi savdoningizni bersin. Necha so'm ekan bu? Necha so'm ekan? 19 million so'm aytib turibdi ekan. Bozor necha so'radi buni? Bozor. Necha? 17 mi? 16 mi? Mal bermadi. Yaxshi, savdoningizni bersin. Qancha so'm aytdingiz? Assalomu alaykum. 22 million so'm aytib turibdi. Bozor necha qo'ydi qana? Bozor 18 million so'm qo'yibdi bunga. Yaxshi savdoningizni bersin ag'a. Do'stlar, mana shu bugungi Mangutning ulkan malı shu. Kanal bu. Mangutning eng ulkan malı. Xorazm Chorva House. Narxini 45 million so'm aytdingizmi aka? 45 million so'm. Narxini 45 million so'm. 45 million so'm ekan do'stlar. Teraziga qancha so'm aytdingiz buni? Terazlik emasmi eli? Bozor necha qo'ydi qana? Bozor 35 million qo'yibdi do'stlar mana ko'rishgan. Jonivar zo'r o'z ekan lekin mana dalshi baqsar ham bo'ladi. Necha chiqizgan bu aka? 2 chimi, 4 chimi? 2 chiqizgan ekan mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Savdoningizni bersin. Mana qiziqqanlar uchun og'amizda teraz xizmati bor ekan. Amudaryo bo'ylab aytganida borib joyinda o'lchab beramiz dedi mana aka do'stlar. Telefon nomeri qoldi? 93lik 778 34 Pazarning terazi mana. 34 mana do'stlar. Bozorning terazi dedi. Konkretni o'lchi dedi, o'ynatmaydi dedi do'stlar.
Kimga terazi xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz aytilgan nomerlarga. Do'stlar, Xo'p, do'stlar, bozorlarimizdan oxirlab qoldi. Shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bir dana like bosib o'tamiz do'stlar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanizlar, yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha